Kelajakdagi o'zingiz sizdan hozir qaysi ishingiz uchun minnatdor bo'lish kerak? Talabalik sizga eng ko'p nimani o'rgatgan? Chidamli bo'lishi. Talabalik 3 ta so'z bilan nima degan bo'ladi? O'sishga potensial bor kurtak, hech qachon orqaga qaytmaydigan davr, hayotidagi eng muhim chorak. O'zingiz o'qigan kitoblarni qaysi birida yashagan bo'lardingiz? Sabbai sayyor Alisher Navoiy. Bitta imkoniyat berilsa, kim bilan suhbat qilgan bo'lardingiz? Einstein bo'la qolsin. Hamma uxlaganda ham sizni uyg'otadigan, harakatga olib kelib turadigan orzungiz yoki maqsadingiz bormi? Uyquni oldida hech narsa teng kela olmaydi, agarda samolyotga ertalabki biletim bo'lmasa boshqa davlatga. Ko'pchilik noto'g'ri deydigan, lekin siz to'g'ri deb biladigan o'zingiz haqiqatingiz bormi? Qizlar o'qisa aqlli bo'lib ketadi, keyin bu jamiyatga zarar deydigan narsa g'irt noto'g'ri. Kelajakdagi o'zingiz sizdan hozir qaysi ishingiz uchun minnatdor bo'lish kerak? O'zimni tanlab o'tganimdan menimcha. Hayotda shu paytgacha sizga qilgan eng katta nohaqligi bo'lganmi? Hamma narsaga o'zimni kuchim bilan erishaverishim menga ba'zan katta omadsizlikdek tuyulgan, lekin aslida bu menga Xudo tomonidan berilgan eng yaxshi mukofotlardanligini keyinchalik bildim. Hayotingizdagi qaysi xotirani olib qolish kerak, qolganlarini o'chib ketadi? Qaysi xotirani olib qolgan bo'ladi? Menga rahmat deyishayotgan hamma holatda olib qolaylik. Qaysidir yaxshi ishim uchun. Kreativ bo'ldi.